qurg'oqchilik butun dunyo bo'yicha global muammo bo'lib turibdi. Bizning O'zbekistonda ham eng katta muammo bo'lib turibdi qurg'oqchilik. Bu qurg'oqchilik muammosi bizda ham siyosiy, geosiyosiy muammo o'rnida ham bo'lib turibdi. Bilamiz, qishloq xo'jaligi butun dunyo bo'yicha 70% dan ortiq, O'zbekistonda esa 90% dan ortiq ichimlikka yaroqli bo'lgan toza suvlarni sarflanadigan yo'nalish hisoblanadi. 1 gektar bizda O'zbekiston iqlimi, O'zbekiston sharoitida 1 gektar yerda 3-4 oy mobaynida ekin ekib, ekilgan ekin pishguniga qadar sarflanadigan suv miqdori o'rtacha 8 million litrdan 10-12 million litrgacha bo'lgan hajmni tashkil etadi. Buni qiyoslash tariqasida aytadigan bo'lsak, bitta xo'jalik oyiga o'rtacha 3 kubometrdan suv iste'mol qiladigan bo'lsa, 1 yilda 36 kubometr, boringki 40 kubometr suv iste'mol qiladi. 10 yilda 400 kubometr, 100 yilda 4000 kubometr, 200 yilda 8000 kubometr suv iste'mol qiladi bitta xo'jalik o'rtacha. Endi 1 gektar yerga ekin ekib, yerdan unib chiqib, to pishib hosil berguniga qadar bo'lgan vegetatsiya davri davomida o'rtacha 8 million 10 million litr suv sarflanadi. Buni aytyapmizki, bitta xo'jalikka agar iste'molga beriladigan bo'lsa, 200 yil mobaynida iste'mol qilishiga yetadi. Ana shundan ham bilib olishimiz mumkinki, qishloq xo'jaligi eng yirik 90% dan ortiq suv iste'molchisi hisoblanadi. Va qizig'i shundaki, qishloq xo'jaligida foydalanilayotgan suvlarning 90% dan ortig'i, ekin-tikinlarga qo'yilayotgan suvlarning 90% dan ortig'i o'simlik tomonidan o'zlashtirilmaydi, havoga isparina bo'lib ketadi. Buni fan tilida evapotranspiratsiya deyiladi. Hozirgi kunda butun dunyoda, xususan bizning O'zbekistonda suv taqchilligiga bir qancha choralar ko'rilyapti. Ariqlar betonlanilyapti, katta kanallar betonlanilyapti. Tomchilab sug'oruvchi, yomg'irlatib sug'oruvchi uskunalar, texnologiyalar joriy qilinyapti, lekin bular ham masalani, muammoni qisman yengillashtiradi xolos. Muammoga mutloq yechim emas. Suv taqchilligini, qurg'oqchilikni yumshatish, qishloq xo'jaligida suv sarfini sezilarli darajada ekonom qilish va kerakli o'simlikka kerakli yetarli miqdorda suv bilan ta'minlab, havoga isparina bo'lib ketishiga qandaydir bir texnologik yechim qila olsak, biz 1 gektar yerga ekin ekib pishgunigacha bo'lgan muddat davomida sarflanadigan suvni 10 gektar, 15-20 gektargacha bo'lgan maydonga yetkazishimiz mumkin. Buni ustida o'ta jiddiy shug'ullanishimiz kerak. Bu o'ta seryozni, jiddiy masala. Bu masalaning ustida jiddiy shug'ullanmasak, kelajakda bizni suv bilan bog'liq katta muammolar kutayotgan bo'lish ehtimoli mavjud. Kerak bo'lsa suv uchun urush bo'lishi, suv biz uchun geosiyosiy qurol sifatida bizga bir muammoga aylanishi mumkin. Suv masalasi bizga geosiyosiy muammo bo'lishi mumkin. Shuning uchun buni ustida juda qattiq izlanish olib borishimiz kerak. Agar samarali izlanishlar olib borsak, 1 gektar yerga sarflanadigan suvni 10, 15, 20 gektarga sarflash mumkin. Chunki ana shu 1 yil davomida, 3 oy, 4 oy davomida ekin ekilgandan pishgungacha bo'lgan muddat davomida qo'yilayotgan suvni, o'simlikka sarflanayotgan suvni, xoh uni ariqdan sug'oring, xoh tomchilab sug'oring, xoh yomg'irlatib sug'oring, baribir berayotgan suvingizni 90% dan ortiq havoga isparina bo'lib ketadi. Havoga isparina bo'lib ketadi. Bu isbotini topgan. Amaliyotda ham, ilm-fanda ham, hozirgi kundagi plyonka ostiga ekishlar, tomchilatib sug'oruvchi jihozlar va boshqalar muammoni anchagina yengillashtiradi. Lekin bu mutloq yechim deyishimiz qiyinroq masala. Bu masalani ustida alohida tadqiqot o'tkazmasak bo'lmaydi. E'tiboringiz uchun rahmat. Bizni kuzatishda davom etinglar. Muhim mavzularni e'tiboringizga havola etamiz.